Assalomu alaykum azizlarim, aziz obunachilarim, kanalim mehmonlari hamda muxlislari, kanalimga xush kelibsiz. Azizlar, men bugun sizlarga ovsyanka unidan bulichka tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat, ko'rib tomosha qiling va o'zingiz baho bering. Azizlar, ovsyanka unidan, ya'ni bulichka tayyorlash uchun blenderda ovsyankamizni maydalab chiqarib olamiz. Xuddi mana shunday qilib. Sizlar qarang, mayin bo'lib chiqyapti. Azizlar, mana ovsyankani mayda qilib chiqarib oldim. Mayin qilib. Endi bo'lmasa xamir qorishini boshladik. Buning uchun bizga tvorog kerak bo'ladi azizlarim. Одноразовый idishga tvorog solganman. 500 gram, ya'ni yarim kilo tvorogimizni solamiz. Tvorogga tuxum chaqib olamiz. Ikkita. Uchta. Tuxumlarimiz yuvilgan azizlarim. Qo'pol tushib ketdi ozgina. 4-tuxumimizni oqini sarig'idan ajratib olamiz azizlar. Oqini tvorogga qo'shaman. Sarig'ini yuza qismiga surtish uchun olib qo'yaman. Endi bunga bitta kichkina qoshiqda razrıhlitel, bitta kichkina qoshiqda choy qoshig'imizda tuz qo'shamiz. Buni yaxshilab ezib olamiz azizlarim. Mana bu bilan ezaman. Kartoshka ezgich bilan aralashmamizda. Yaxshilab aralashtirib oldim azizlarim. Endi men bunga yong'oq qo'shmoqchiman. Mana 150 gram yong'og'imizni yaxshilab blenderdan chiqarib oldim. Shuni so'raman. Aralashtiramiz. Mana endi buni yaxshilab aralashtirganimizdan keyin ovsyankamizni solsak bo'ladi. Azizlar, bu parhezbop nonlarimizdan ozaman deganlar ham juda yaxshi foyda topadi. Albatta qilib yeb ko'ringlar. Non qilsangiz bo'ladi, bilinchi qilsangiz bo'ladi, bulichka qilsangiz bo'ladi, hamma narsa qilsangiz bo'laveradi. Azizlar, men bulichkasini qilyapman. Endi unimizni sola boshlaymiz. Etap-etap qilib boraveramiz. 250 gram un ajratib oldim. Agar shuni hammasi ketsa, 250 gram un ketadi. Buni ham aralashtiramiz. Mana azizlar, xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib formaga solib olamiz. Azizlar, endi qo'limizni ozgina ho'llab olamiz. Suv bilan idishga suv solib olib, qo'limizni ho'llab, bulichka shaklini berib, to'g'rilab olamiz. Mana shunday qilib bulichka shaklini berib olaman. Mana azizlarim, patnisimizga qo'yib olamiz. Qo'limizni ho'llaymiz. Mana shu qo'limga siqadigan mana shunaqa qilib olyapman. Hammasi bir xil bo'lib chiqadi. Mana azizlar, bulichkalarimizni ham tayyorlanish jarayoni nihoyasiga yetib qoldi. Oxirgisini qilaman. 500 gram tvorogga 250 gram
ovsyanka uni ishlatdim. Shundan 3 ta tuxum, 4-sini yarmi oqini qo'shdim, sarig'ini olib qo'ydim. 1 osh qoshiq choy qoshig'ida tuz, 1 choy qoshiqda razrıxlitel qo'shdim azizlarim. Mana ko'rib turganingizdek joylashtirib olamiz endi bu yerga. Nashga joylashtirib olaman ekan. Tak, 8 ta 15 dona bulichkalarimiz bo'ldi. Endi azizlar, bulichkalarimizni yuza qismiga endi olib qo'ygan tuxum sarig'imizni surtib olamiz. Yaxshilab, chiroyli qilib, mana shunday qilib azizlar, mana tuxum sarig'idan surtib oldim. Endi bulichkalarimizni ustiga kunjut sepib chiqamiz. Chiroyli qilib o'rtasiga iloji boricha. Azizlar, sizlarga yoqqan bo'lsa albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Mazza qilib yeysiz. Juda ham xushxo'r bo'ladi. Kommentariyada yozing, nima bo'lyapti? Sizga yoqdimi, yo'qmi? Qayerda xato qildim? Albatta izohlaringizni kutib qolaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib qo'ying azizim. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan suhbatlashish men uchun ijodimga yanada ham gullab yashnash uchun motivatsiya bo'ladi. Endi gaz pechiga qo'yamiz. Men 4 komforkali gaz duxovkasiga pishirib olaman. Mana azizlar, bulichkalarimiz juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Orqalari ham qizil bo'lib pishdi. Ko'rib turganingizdek. Mazasi ham juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Qani yeb ko'ramiz. Mana ichlari ham juda ham yaxshi pishdi azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kek pechenye pishibdi azizlarim. O'zmoqchi bo'lsangiz, qandli diabetingiz bo'lsa, albatta tayyorlab yeb ko'ring azizlar. Sizlarga ham yoqib qoladi. Oq un yegandan ko'ra mana shuni foydasi ko'proq deb o'ylayman. Men o'zim ham diyetadaman. Shuning uchun ataylabdan qildim. Sizlarga ham ko'rsatib o'tay dedim. Shuning bilan bugungi video roligimni tugataman azizlarim. Yana video roliklar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman.